Turkiyada mashina minib kirganingizdan keyin mashina minib chiqib ketishingiz kerak. Hamma yozdi, powerbank bilan o'tib bo'lmaydi deb. Bu mana qadar deyman, powerbankni qo'limda olib o'tdim. O'tdi, уже samolyotga chiqib ketyapmiz. Sherigim nomida mashina bilan kirgan, mashina bilan chiqib ketyapti. Lekin fikrlar, masalan, hamma yozdi, gapsiz yo'q, mumkin emas, bo'lishi mumkin, so'rab qo'ying, surishtirib qo'ying deb. Surishtiruvdik, hech qanaqa muammo yo'q ekan. Mashinada kelib 3 oyga ruxsat bergan. Turkiyaga kelsangiz mashinada 3 oy ichida xohlagan joyingizga borib kelsangiz bo'lar ekan. Faqat mashinani parkingga qo'yishingiz kerak ekan. Parkovkaga qo'yib, ko'z quloq bo'lib turadigan odam tayinlab bersangiz endi o'zingiz uchun. Hech qanaqa muammo yo'q ekan. Bemalol xohlagan davlatingizga borib, qaytib kelsangiz ham bo'lar ekan. Agar muddatidan o'tib ketib qoladigan bo'lsa, qanchadir jarimasi bor ekan. To'shni bilganim yo'q. Jarimasini nech pulligini. Ana uchun sizlarga moncha jarima deya olmayman ekan. Mashinada kelasiz, Turkiyada buzilib oladigan bo'lsangiz, hech qanaqa muammo yo'q. Bemalol mana sherik o'tib ketdi. Sherik nomiga kelgan, o'tib ketdi. Unaqa muammolar yo'q ekan. Xo'p, generalniy dovenniysga kelganmiz. Generalniy dovenniysda bitta joyga e'tibor beringlar. Butun dunyo bo'ylab o'tishiga ruxsat beraman deb yozilishi kerak ekan. Bizi generalniyda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va boshqa SNG davlatlariga deb yozilgan ekan. Shu joyga e'tibor bersanglar, Turkiyaga kirishda generalniy dovenniys bilan ham kirsangiz bo'laveradi. Shu qolgani xohish, qadar shunaqa gaplar. Powerbankda endi razvitasi yozildi, powerbank bilan o'ta olmaysizlar. Powerbank bilan qo'limda olib o'tdim. Bu men manaqa zo'rman demoqchi emasman. Prosta olib o'tsa bo'laverar ekan. Keyin bagajga keladigan bo'lsak, bagaj 5 kilo berilgan bizga. 8 kilo bagaj bilan o'tdik. Biroq nimaga 3 kilo oshiq, keyin manaqa narsalar yo'q ekan, solib bunday tekshirib ko'radigan. Ishim semizmi? Odamlarda 10 kilo, 7 kilo, 8 kilo bagajda rushnoyda, so'mkasida yuki oshib ketyapti. Bir so'm oshiqcha pul to'latmayapti. Qo'yil. Bu yer Turkiya ekan, bildik. Turkiyada shunaqa ekan. Turistlar narsa achib ketayotganida muammo bo'lmasin deb turib, mana shunaqa joylarga ham qarashgan shekilli deb o'yladim. Chunki ozroq narsa olib chiqib ketaman, tamojniyda manaqa bo'ladi degan xayol bo'lmaydi-ganda Turkiyada. Bemalol odamlar ola olsin bizdan narsalarda, olib chiqib ketaversin. 5-10 kilo plus deb